Ta'limning mohiyati nima? Biz nima uchun o'rganamiz? Bir savol beraman. Siz oxirgi marta qachon biror narsani shunchaki tushunish uchun o'rgandingiz? Imtihon uchun emas, diplom uchun emas, ish topish uchun emas, sertifikat uchun emas, shunchaki tushunish uchun. Toifa, oyligingiz oshishi uchun emas. Shunchaki tushunish uchun biror narsani shunchaki o'rgandingiz. Qiziq savol. Chunki biz tug'ilganimizdan beri o'qishning minglab sabablarini eshitamiz. Yaxshi baho ol, universitetga kir, kasb egalla, yaxshi ish top, ko'p pul top, lekin deyarli hech kim bizda bitta savol so'ramaydi. Nima uchun inson o'zi o'rganadi? Ta'lim haqida juda ko'pchilik gapiradi. Prezident gapiradi, ta'lim, vazir gapiradi, o'qituvchilar gapiradi, ota-onamiz gapiradi, studentlar gapiradi, o'quvchilar gapiradi. Ta'lim o'zi nima? Bu savol menga tinchlik bermay qo'ydi. Sababi men ta'lim sohasida deyarli 8 yildan beri ishlayman. Ya'ni va bundan keyin ham ishlamoqchiman. Hayotim aynan shu sohaga bog'langan. Kimyo o'qituvchisi bo'ldim, o'quv markazida ishladim, menejer bo'ldim, direktor bo'ldim, testlar bilan ishladim. Bugun learning management system, ya'ni o'rganishni boshqarish tizimi va sun'iy intellekt bilan o'quvchilarni bilimlarini nazorat qiladigan platforma ustida ishlayapman. Ta'limni deyarli hamma tomonini ko'rdim. Lekin shuncha yil davomida bitta narsani sezdim. Biz ta'lim haqida juda ko'p gapiramiz, lekin uni o'zi nima ekanini deyarli muhokama qilmaymiz. Shu sabab bir necha oy davomida faqat bitta ish qildim. O'qidim, yozdim, o'chirdim, yana o'qidim. Suqrotni, Aristotelni, Farabiy, Ibn Sino, John Dewey, Piaget, Vygotskylarni, zamonaviy kognitiv psixologiyani, sun'iy intellekt haqida yozgan maqolalarni men ta'rif izladim, lekin topganim javob emas. Yana ko'proq savollar paydo bo'la boshladi. Qiziq tomoni shundaki, 2,5 yil davomida yashagan buyuk mutafakkirlarning o'zi ham bir fikrga kela olmagan. Kimdir ta'limni fazilat, kimdir erkinlik, kimdir tajriba, kimdir tafakkur deydi, kimdir jamiyat deydi. Go'yo har biri ulkan tog'ni boshqa tomondan chiqib kelgandek. Hammasi bir narsani ko'rgan, lekin hech biri uni hammasini ko'rmagan. U kognitiv dissonansga o'xshaydi. Filni har xil qismini ushlab turib, fil ustunga o'xshaydi, fil uzun hayvon, fil qilichga o'xshaydi deganga o'xshaydi. Bir kuni o'zimga juda bir noqulay savol berdim. Agar ertaga dunyodagi hamma kitoblar yo'qolsa, hamma universitetlar yopilib ketsa, internet ishlamay qolsa, hatto sun'iy intellekt ham yo'q bo'lib qolsa, ta'lim yo'qolib qoladimi? Bu savolni bir necha kun o'yladim va tushundim. Agar javob ha bo'lsa, demak biz ta'limni bino bilan adashtirib qo'yapmiz. Agar javob yo'q bo'lsa, demak ta'lim maktab emas, universitet emas, kitob emas, diplom emas, hatto o'qituvchi ham emas. Unda savol yana boshdan boshlanyapti. Ta'lim o'zi nima? Menimcha bu savolni Google'dan topib bo'lmaydi. ChatGPT ham tayyor javob bera olmaydi. Chunki bu fakt emas. Bu insoniyat ming yillardan beri izlayotgan savol. Shuning uchun keling, vaqtni orqaga qaytaramiz. Na internet bor, na universitet, na laboratoriya, na darslik. Faqat qadimgi Afina ko'chalari. Va u yerda bitta odam yuribdi. Uni qo'lida kitob yo'q, tayyor javob ham yo'q, faqat savollar va ehtimol ta'lim haqidagi eng muhim sayohat aynan o'sha odamdan boshlangan bo'lsa kerak. Uni ismi Suqrot. Javob bergan odam emas. Suqrot haqida qiziq bir haqiqat bor. U umrida birorta kitob yozmagan. Biz uni fikrlarini ham o'zidan emas, shogirdlari orqali bilamiz. Lekin meni hayratga solgani bu emas. Meni hayratga solgani uni qanday o'qitgani. Tasavvur qiling, siz Suqrotning oldiga kelasiz va ustoz, adolat nima deb so'raysiz. Bugungi o'qituvchilarning ko'pchiligi javob bera boshlaydi. Suqrot bo'lsa savol bilan javob qaytaradi. "Seningcha adolat nima?" Siz javob berasiz. U yana so'raydi. "Nega?" Siz yana javob berasiz. U yana so'raydi. "Bunga ishonching komilmi?" Yana. U savollar beradi. Suhbatning oxiriga kelib, siz javob olib ketmaysiz. Aksincha, savollar bilan qaytasiz. Birinchi qarashda bu g'alati. Axir o'qituvchining vazifasi javob berish emasmi? Men ham shunaqa o'yladim. Keyin asta-sekin tushuna boshladim. Suqrotning maqsadi odamni fikr bilan fikrini to'ldirish emas. Uning maqsadi odamni o'zi bilan uchrashtirib qo'yish. Chunki bizning eng katta muammomiz bilmasligimiz emas, bilaman deb o'ylashimiz. Suqrotning mashhur gapi bor. Men faqat bitta narsani bilaman, hech narsani bilmasligimni bilaman. Bu kamtarlik emas, bu fikrlashni boshlanish nuqtasi. Shu gapni birinchi marta o'qiganimda o'zimni noqulay his qildim. Chunki men ham ko'p narsani bilaman deb yurardim. Kimyo, pedagogika, testlar, LMS, sun'iy intellekt, lekin ta'lim nima degan savol oldida men ham Suqrotning oldida
oldidagi odamga o'xshab qoldim. Javoblarim ko'p, lekin ishonchim kam. Shunda bir narsani tushunib qoldim. Ehtimol ta'limning birinchi qadami yangi bilim olish emas, balki eski ishonchlaringni shubha ostiga qo'ya olishdir. Bo'ldi, siz bilaman dedingizmi, to'xtaysiz. Ta'limning birinchi qadami, ya'ni o'rganish nimadan boshlanadi? Ta'lim olmoqchimanmi? Birinchi eski ishonchlarimni shubha ostiga qo'yishim kerak. Shu sababli Suqrot menga javob bermadi. U menga savol berishni o'rgatdi. Lekin bir muammo bor. Agar ta'lim faqat savol berishdan iborat bo'lsa, unda javobni qachon topamiz? Har bir savol oxir-oqibat haqiqatda izlaydi va tarixda bu savolga birinchi bo'lib katta javob qurishga uringan odam Suqrot shogirdi. Biz uni Platon nomi bilan taniymiz. Hamma savollarda ortida bir narsa bor. Suqrot odamlarni shubha qilishga o'rgatdi, lekin uni shogirdi Platon boshqa savol berdi. Agar hamma narsani shubha ostiga qo'ysak, unda haqiqatning o'zi bormi? Bu juda xavfli savol. Chunki agar haqiqat bo'lmasa, unda ta'limning ham ma'nosi qolmaydi. Har kim o'zi istagan narsaga ishonadi. Har kimda o'zini haqiqati bo'ladi. Unda o'rganishda nima kerak bor? Platon bunga rozi emasdi. U shunday deydi: biz ko'rayotgan dunyo haqiqatning o'zi emas, faqat uni soyasi. Buni tushuntirish uchun mashhur bitta hikoyani aytadi. Tasavvur qiling, bir guruh odamlar tug'ilgandan beri g'or ichida yashaydi. Ular tashqariga chiqmagan. Orqalarida olov yonadi. Olov bilan ularning orasida odamlar yuradi. Devorga soyalar tushadi. G'ordagi odamlar butun umr faqat o'sha soyalarni ko'radi va ular ular uchun o'sha soyalar haqiqat. Keyin bir kuni ulardan biri tashqariga chiqadi. Avval yorug'lik ko'zini qamashtiradi, og'riydi. Hech narsani ko'ra olmaydi, lekin asta-sekin haqiqiy daraxtni ko'radi, haqiqiy osmonni, haqiqiy quyoshni ko'radi. Shunda u tushunadi. Men butun umr soyalarda haqiqatni bo'lyapman. Bu hikoyani birinchi marta o'qiganimda uni falsafiy ertak deb o'ylagandim. Bugun bo'lsa biz hayotimizga qarayman va o'zimga savol beraman. Biz ham g'or ichida yashayapmizmi? Ijtimoiy tarmoqlar, qisqa videolar, sarlavhalar, sun'iy intellekt har kuni minglab fikrlar oldimizdan o'tadi. Lekin ularning qanchasi haqiqat? Qanchasi esa shunchaki soya ekanini ajrata olamizmi? Shunda men yana ta'lim haqida o'yladim. Ehtimol ta'limning vazifasi odamning boshini ma'lumot bilan to'ldirish emasdir, balki uni soyalardan tashqariga olib chiqishdir. Lekin bu yerda yana bitta muammo paydo bo'ladi. Agar haqiqat mavjud bo'lsa, unga qanday yetamiz? Faqat o'ylash bilanmi yoki dunyoni o'rganishning boshqa yo'li ham bormi? Bu savolga Platon emas, uning eng mashhur shogirdlaridan biri Aristotel javob beradi. Haqiqatni o'ylab topib bo'ladimi? Platonning fikricha haqiqatga aql orqali yetish mumkin, lekin uni shogirdi Aristotel bunga to'liq qo'shilmaydi. U shunday deydi: faqat o'ylash yetmaydi, dunyoga qarash ham kerak. Bu juda oddiy gapdek tuyuladi, lekin butun ilm-fan tarixini o'zgartirgan fikr shu. Tasavvur qiling, oldingizda olma turibdi. Platon sizdan olmani asl mohiyati nima deb so'rashi mumkin. Aristotel esa olmani qo'lingizga beradi. Avval kuzat deydi, keyin savol ber. Mana shu yerda men bir narsani angladim. Inson ikki xil yo'l bilan adashishi mumkin. Birinchisi hech o'ylamasdan yashash, ikkinchisi faqat o'ylab dunyoga qaramaslik. Aristotel uchun bilim havoda tug'ilmaydi. U hayot bilan to'qnashganda tug'iladi. Qiziq tomoni shundaki, bugungi zamonaviy fan ham deyarli shu tamoyil ustiga qurilgan. Faraz qil, tekshir, xato qil, yana tekshir, yana xato qil va asta-sekin haqiqatga yaqinlash. E'tibor bering, top demayapman, haqiqatni top demayapman, haqiqatga yaqinlash deyapman. Chunki ilm-fan mutlaq javoblar emas, yanada yaxshiroq tushuntirishlarni izlaydi. Shu yerda o'zimga yana bir savol berdim. Agar ta'lim faqat ma'lumot yig'ish bo'lsa, unda nega laboratoriyalar kerak? Nega tajribalar qilamiz? Nega bolalar kimyo laboratoriyasida moddalarni aralashtiradi? Nega fizika darsida tajriba ko'rsatamiz? Chunki tushunish eshitishdan emas, boshdan kechirishdan tug'iladi. Men kimyo o'qituvchisi bo'lgan paytimda eslayman, ba'zi mavzularni 1 soat tushuntirardim. Baribir ayrim o'quvchilar tushunmasdi. Keyin bitta oddiy tajriba qilardik, birdan ko'zlari yonib ketadi. Go'yo miyasida nimadir o'rniga tushganday bo'ladi. O'shanda angladim. Ba'zan bitta tajriba o'nlab ta'riflardan kuchliroq bo'ladi. Shu paytda ichimda yana bitta savol tug'iladi. Agar ta'lim savol berish bo'lsa va tajriba qilish bo'lsa, unda nima uchun bir xil dars tinglagan ikki o'quvchi mutlaqo boshqacha tushunadi? Nega bittasi darrov anglaydi, ikkinchisi esa yo'q? Muammo o'qituvchidami yoki inson miyasini o'zidami? Bu savolga javob izlash uchun endi biz falsafadan psixologiyaga o'tishimiz kerak. Nima uchun bir xil darsdan hamma bir xil narsa o'rganmaydi? Maktabda bitta holatni ko'p ko'rganman. Bitta sinf, bitta o'qituvchi
bitta dars, bitta do'stga, bitta tushuntirish, lekin dars tugaganda kimdir hammasini tushungan bo'ladi, kimdir yarmisini tushungan bo'ladi, kimdir deyarli hech narsani tushunmagan bo'ladi. Nega? Agar hamma bir xil narsani eshitgan bo'lsa, nega har xil natija? Uzoq vaqt men bunga oddiy javob berardim. Kimdir qobiliyatli, kimdir mehnat qiladi, kimdir aksincha. Lekin bu javob meni qoniqtirmasdi. Keyin inson miyasi haqida o'ylay boshladim va bitta narsani angladim. Biz o'rganayotgan fanlar juda rivojlangan, lekin o'rganayotgan miyamizni juda kam bilamiz. Biz biologiyani o'rganamiz, kimyoni o'rganamiz, fizikani, matematikani, lekin ularni o'rganayotgan asbob, ya'ni miyamiz o'zi qanday ishlashini deyarli o'rganmaymiz. Bu g'alati emasmi? Tasavvur qiling, siz mashina haydashni o'rganyapsiz, lekin rul nima qilishini bilmaysiz, tormoz qanday ishlashini bilmaysiz, dvigatel nimaligini bilmaysiz. Shunday odam yaxshi haydovchi bo'la oladimi? Qiyin. Lekin biz butun umr miyamizdan foydalanamiz, diqqatni qanday boshqarishni bilmaymiz, xotira qanday ishlashini bilmaymiz, nega unutishimizni bilmaymiz, nega charchashimizni bilmaymiz. Shunga qaramasdan ta'lim berishga harakat qilaveramiz yoki ta'lim olishga harakat qilaveramiz. Shuni men tushundim, balki ta'limdagi ko'plab muammolar o'quvchilarda emasdir. Balki miyani noto'g'ri tushunayotganimiz. Masalan, ko'pchilik shunday o'ylaydi. O'qituvchi qanchalik ko'p ma'lumot bersa, o'quvchi shunchalik ko'p o'rganadi. Lekin miya bunaqa ishlamaydi. Aksincha, haddan tashqari ko'p ma'lumot ba'zan umuman o'rganmaslikka olib keladi. Tasavvur qilingizki, bir chelak suv kerak, lekin kimdir sizning qo'lingizga grant ochib yubordi. Siz ushlab qola olmaysiz. Miya ham shunaqa. Shu yerda men ta'limga boshqacha qaray boshladim. Ehtimol o'qitish degani ko'proq ma'lumot berish emas, balki inson miyasi ko'tara oladigan darajada to'g'ri tartibda berishdir. Va aynan shu yerda kognitiv psixologiya degan butun bir olam boshlanadi. U menga ta'lim haqidagi eng muhim savollardan biriga javob berdi. Inson aslida qanday o'rganadi? Miya bilimni qabul qilmaydi. Bir paytlar men juda sodda narsaga ishonardim. Agar yaxshi tushuntirsam, o'quvchi tushunadi. Tushunmasa, demak men yomon tushuntiribman. Bugun bunaqa o'ylamayman, chunki miya bilimni qabul qilmaydi. Uni o'zi quradi. Bu ikkalasi orasida juda katta farq bor. Tasavvur qiling, oldingizga bir quti Lego qo'ydim. Men sizga barcha detallarning nomini aytdim. Qaysi biri qayerga ulanishini ham tushuntirdim. Lekin uyda kim quradi? Menmi? Yo'q, siz. Bilim ham xuddi shunaqa. O'qituvchi bilimni o'quvchining miyasiga joylay olmaydi. U faqat qurilish uchun material beradi. Qurishni esa miya o'zi bajaradi. Jean Piaget degan psixolog umrini bolalarni kuzatishga sarflagan va juda oddiy, lekin dahshatli kuchli xulosaga keladi. Bola dunyoni nusxa qilib olmaydi. Uni o'zi quradi. Shuning uchun ikki bola bir xil hodisani ko'rib, ikki xil xulosa chiqarishi mumkin. Chunki ular tashqaridagi dunyoni emas, o'z miyasidagi modelni ko'radi. O'tgan safar Qizil ip videosida aynan shu haqda ham gaplashgandik. Model qurish. Shu gapni birinchi o'qiganimda birdan bolaligim esga tushdi. Kimyoni birinchi marta o'rgangan paytim o'qituvchimiz formulani yozardi, men esa uni yodlardim. Lekin formulani ortidagi dunyoni ko'rmasdim. Men belgilarni bilardim, ma'noni emas. Oradan yillar o'tib o'zim dars bera boshlaganimda xuddi shu xatoni yana takrorlanayotganini sezdim. Ya'ni o'zim takrorlayapman. Ba'zan men ham o'quvchiga tayyor modelni berishga urinardim. Holbuki modelni men emas, uni miyasi qurish kerak. Ya'ni qizil ipni u o'zi qurish kerak. Shunda yana bir savol tug'ildi. Agar har bir inson bilimni o'zi quradigan bo'lsa, unda o'qituvchining vazifasi nima? Shunchaki kutib o'tirishmi? Yo'q, bu yerda sahnaga yana bir olim chiqadi. Bu Lev Vygotsky. U shunday degan, inson yolg'iz o'rganmaydi. Biz boshqalar bilan gaplashib o'rganamiz, savol berib o'rganamiz, xato qilib o'rganamiz. Bir inson bizni ozgina oldinga tortganda keyin o'rganamiz. Bugun orqaga qarab hayotimdagi eng yaxshi ustozlarni eslayman. Ular menga eng ko'p ma'lumot bergani uchun emas, eng yaxshi savollarni bergani uchun esimda qolgan. Ba'zida bitta savol o'nlab ma'ruzalardan kuchliroq bo'ladi. Shu payt men ta'limga mutlaqo boshqacha qaray boshladim. Ta'lim bilim uzatish emas. Ta'lim insonning ichida yangi bog'lanishlar paydo bo'lishiga yordam berish ekan. Lekin bu yerda yana bir paradoks bor. Agar bilim miyada qurilsa, nega biz uni katta qismini unutamiz? Nega kecha tushungan narsamizni bir haftadan keyin eslay olmaymiz? Shu savol meni xotira qanday ishlashini o'rganishga majbur qildi. Va aynan o'sha yerda ta'lim haqidagi eng katta noto'g'ri tushunchalardan biri qulab tushdi. Unutish dushman emas. Maktabda bizga bitta narsani o'rgatishgan. Unutish yomon. Esdan chiqarsa, demak o'rganmabsan. Lekin keyin men miyani qanday ishlashini o'rgandim va hayron qoldim. Miya eslab qolish uchun emas, unutish uchun yaratilgan. Bir kunga o'ylab ko'ring.
Bugun uyg'onganingizdan beri necha mingta narsani ko'rdingiz? Agar odamda nechta mashinani, nechta ovozni, nechta yuzni ko'rganini eslab qolsa, agar miyamiz hammasini saqlab qo'yganda, biz bir kun ham yashay olmasdik. Shuning uchun miya shafqatsiz, keraksiz deb hisoblagan narsani hech ikkilanmasdan o'chirib tashlaydi. Shunda men o'zimga savol berdim. Unda nima uchun ayrim narsalar umr bo'yi esimizda qolib ketadi, ayrimlari esa ertasi kunda o'zida yo'qolib ketadi? Javob meni hayratda qoldirdi. Miya ma'lumotni emas, ma'noni saqlab qoladi. Shuning uchun siz maktabdagi ko'p formulalarni unutgansiz, lekin sizni ilhomlantirgan bitta ustozni unutmagansiz. Siz yuzlab darslarni unutib olgansiz, lekin hayotingizni o'zgartirgan bitta suhbatni eslaysiz. Chunki miyaga eng kuchli ta'sir qiladigan narsa axborot emas, ma'no. Keyin yana bir narsani tushundim. Biz darslarda ko'pincha javoblarni yodlaymiz. Miya esa savollarni yaxshi ko'radi. Biz biror narsani izlayotganingizda miyamiz uyg'onadi. Javob topganingizda u o'zini mukofotlangandek his qiladi, dopamin ajratadi. Shuning uchun o'zingiz topgan bilim hech qachon tayyor berilgan bilimdek bo'lmaydi. Tayyor berilgan bilimdan yaxshiroq bo'ladi o'zingiz topgan bilim. Chunki unda miya dopamin ajratadi. Endi o'ylab ko'ring, nega bolaligingizdagi ba'zi voqealarda juda aniq eslaysiz? Chunki ular siz uchun hodisa bo'lgan, emotsiya bo'lgan, kashfiyot bo'lgan. Ta'lim ham shunaqa bo'lishi kerak emasmi? O'quvchi darsdan chiqayotganda bugun men yangi ma'lumot oldim demasligi kerak. U shunday deyish kerak. Bugun men dunyoni boshqacha ko'ra boshladim. Mana shu yerda men uchun ta'lim oddiygina o'qitish emasligi aniq bo'ldi. Ta'lim insonning ichidagi dunyoni o'zgartirish jarayoni. Lekin buni men yana bir noqulay savolga olib kela boshladi. Agar ta'lim insonni o'zgartirsa, nega shuncha yil o'qigan odamlar ba'zan mustaqil fikrlay olmaydi? Nega diplomlar ko'paymoqda, lekin dono odamlar ko'payayotgandek tuyulmayapti? Balki biz bilim bilan tushunishni bir-biri bilan adashtirib qo'ygandirmiz. Bilish bilan tushunish bir narsa emas. Shu yerda men juda oddiy bir narsani angladim. Biz ko'pincha bilim bilan tushunishni bir xil narsa deb o'ylaymiz. Aslida esa ular orasida osmon bilan yercha farq bor. Tasavvur qiling, sizga velosiped qanday haydalishini 2 soat davomida tushuntirishim mumkin. Muvozanat nima, pedal qanday aylanadi, rul qanday buriladi, og'irlik markazi qayerda, hatto fizik formulasigacha aytishim mumkin. Lekin shu 2 soatdan keyin siz velosiped hayday olasizmi? Yo'q. Endi boshqa holatda tasavvur qiling. Siz birinchi marta velosipedga chiqdingiz, yiqildingiz, yana chiqdingiz, yana yiqildingiz. Bir payt birdan muvozanatni ushladingiz. O'sha lahza nima o'zgardi? Siz yangi ma'lumot olmadingiz, siz tushundingiz. Tushunish yana bitta fakt qo'shilishi emas, tushunish miyadagi nuqtalarda bir-biriga ulanib qolishi. Shuning uchun ba'zan odam bitta gapni 10 yil eshitadi, hech narsa bo'lmaydi. Keyin o'sha gapni yana bir marta eshitadi va birdan, endi tushundim" deydi. Gap o'zgarmagan. O'zgargan narsa uning ichidagi bog'lanishlar. Menimcha ta'limda eng go'zal, lazzatli lahzasi ham shu. O'qituvchi gapirayotgan payt emas, o'quvchining ko'zida bir lahzaga yorug'lik paydo bo'ladigan payt. Go'yo miyadagi ikkita nuqta va nihoyat bir-biriga ulangandek bo'ladi. Shu sababli men endi darsni boshqacha baholayman. O'quvchilar qancha yozdi, qancha yod oldi, necha bet o'qidi, bu savollar men uchun ikkinchi darajali. Meni bitta savol qiziqtiradi. Bugun ular dunyoni tushunishi kechagidan boshqacharoq bo'ldimi, o'zgardimi? Chunki bilim sizda bo'lishi mumkin, lekin u sizni o'zgartirmasligi ham mumkin. Tushunish bo'lsa sizni o'zgartirmasdan qolmaydi. Lekin bu yerda yana bitta pog'ona bor. Bilimdan yuqori, tushunishdan ham yuqori. Men uni juda kech tushundim. Chunki bir narsani tushunish uni hayotda qo'llashni anglatmas ekan. Bir narsani tushunish uni hayotda qo'llashni anglatmaydi. Dunyoda juda ko'p aqlli odamlar bor, lekin hammasi ham dono emas. Xo'sh, donolik nima degani? Donolik nima? Bir paytlar men shuna o'ylardim. Ko'p kitob o'qigan odam dono bo'ladi. Keyin hayot menga boshqacha narsani ko'rsatdi. Men juda bilimli odamlarni uchratdim, lekin ular eng oddiy vaziyatda ham to'g'ri qaror qabul qila olmasdi. Yana shunday insonlarni uchratdimki, ular diplomi ham yo'q, lekin bir og'iz gapi soatlab eshitgan ma'ruzalardan kuchliroq ta'sir qiladi. Shunda men o'zimga savol berdim. Donolik bilimning ko'pligi emas ekan. Unda nima? Aristotel bunga juda chiroyli javob bergan. Uning fikricha donolik qachon, qayerda va qanday yo'l tutishni bilish. Demak, Aristotel aytayaptiki, donolik bu qachon, qayerda va qanday yo'l tutishni bilish. Xarizmani ta'rifi ham shunga yaqin. Xarizma bu favqulodda donolik, ya'ni qaysidir konkret situatsiyada nima qilishni bilish. Va bitta ta'rif eshitgandim. Do'zaxga shunaqa ta'rif berilgan. Do'zax nima desa, do'zax
konkret situatsiyada nima qilishingni bilmaslik, aynan nima qilishingni bilmay qolasan. Ana shu narsa insonda eng azoblaydigan narsa. Demak, do'zax konkret situatsiyada aynan nima qilishingni bilmaslik bo'lsa, unda jannat uni teskarisi bo'ladi. Qaysidir vaziyatda, konkret situatsiyada, favqulodda vaziyatda yoki favqulodda bo'lmagan istalgan vaziyatda nima qilishni bilish. Ya'ni bu endi qachon biz nima qilishni bilamiz? Bizda xarizma shakllansa. Xarizma nima desa, xarizmaga eng zo'r ta'rif bu favqulodda donolik. Donolik nima ekan? Qachon, qayerda va qanday yo'l tutishni bilish. Bu juda muhim farq. Bilim sizga nima degan savolga javob beradi. Tushunish sizga nega degan savolga javob beradi. Donolik esa endi nima qilaman degan savolga javob beradi. Tasavvur qiling, shifokor barcha kitoblarda o'qigan, kasallikni biladi, dorilarni biladi, lekin bemorning ko'ziga qarab qaysi qarorni aynan hozir qabul qilish kerakligini his qila olmaydi. Uni dono deya olamizmi? Yoki o'qituvchilik. U fanni mukammal bilishi mumkin, lekin qaysi o'quvchini maqtash kerakligini, qaysi paytda sukut saqlash kerakligini, qaysi bolani muammosi bilimda emas, ishonchda ekanini bilmasa, u haqiqiy ustoz bo'la oladimi? Shunda men ta'limga yana boshqacha qaradim. Ehtimol ta'limda oxirgi nuqtasi bilim emas, hatto tushunish emas. Ta'lim insonning qarorlarini o'zgartirish kerak. Agar siz biror narsani o'rgandingiz-ku, lekin hayotingizda hech narsa o'zgarmasa, unda siz faqat ma'lumot olgansiz, ta'lim olmagansiz. Mana shu yerda meni ichimda yana bitta savol tug'ildi. Agar ta'lim insonni o'zgartirish kerak bo'lsa, nega bugungi maktablarda aksariyati o'zgarishni emas, eslab qolishni o'lchaydi? Nega biz fikrlashni emas, javobni baholaymiz? Shu savol meni baholash tizimini o'zini qayta o'ylashga majbur qildi. Va rostini aytaman, biz yaratayotgan testolog g'oyasi, negiz testolog g'oyasi va LMS, ya'ni Learning Management System, o'rganish boshqarish tizimi, biz qulayotgan platformalar aynan shu savollarga javob topayotgan paytimda, shuni o'zgartirishim kerak degan fikrdan keyin paydo bo'ldi. Lekin narvonni tepaga chiqish uchun narvon kerak bo'lsa, narvon qurilgan bo'lsa, narvonni o'sha chiqilgan joygacha chiqib olishimiz kerak. Shuning uchun biz testologni qurganmiz. Testolog ishga tushgandan keyin o'sha narvonni hammaga yetib olganimizdan keyin endi biz undan u yog'iga chiqib ketamiz. LMS, ya'ni o'rganishni boshqarish tizimi orqali. Imtihon nima uchun kerak? Bolaligimdan imtihon deganda bitta narsani tasavvur qilardim. Kimdir seni tekshiradi, sen javob berasan, oxirida esa raqam olasan. 5, 6, 7, 8, 9, 10 yoki 2, 3, 1, 0 yoki 189 ball, 210 ball, 95% va hokazo. Lekin keyin o'zim testlar bilan ishlay boshladim. Minglab natijalarni ko'rdim va bitta narsa meni bezovta qildi. Ikkita o'quvchi bir xil ball oladi, lekin ular bir xil emas. Bittasi mavzuni tushunib xato qilgan, ikkinchisi tasodifan to'g'ri belgilangan. Natijada raqam bir xil, haqiqat esa boshqacha. Shunda o'zimga savol berdim. Imtihon vazifasi nima? Saralashmi, jazolashmi yoki yana boshqa narsami? Keyin kognitiv psixologiyada juda qiziq tadqiqotlarga duch keldim. Ma'lum bo'lishicha, testlar faqat bilimni o'lchamaydi. U bilimni mustahkamlashi ham mumkin. Buni birinchi marta o'qiganimda ishonmagandim, lekin keyin tajribalarni ko'rdim. Bir guruh o'quvchilar mavzuni qayta o'qiydi, ikkinchi guruh esa kamroq o'qiydi, lekin o'zini test sinab ko'radi. Oradan vaqt o'tgach, ikkinchi guruh yaxshiroq eslab qoladi. Nega? Chunki har safar miyiz xotiradan javobni qidirganda, o'sha sinaptik bog'lanishlar yana ham mustahkamlanadi. Go'yo o'rmonda bitta so'qmoqdan qayta yurganingiz kabi. Har safar yo'l aniqroq bo'lib boradi. Shunda men yana bir narsani tushundim. Imtihon oxirgi nuqta emas. U o'rganishning bir qismi. Lekin biz uni noto'g'ri ishlatib qo'ydik. Biz testni hukm chiqarish vositasiga aylantirdik. Aslida esa u tashxis qo'yish vositasi bo'lishi kerak edi. Shifokor analizda sizni jazolash uchun olmaydi, kasallikni topish uchun oladi. Unda nega ta'limda test o'quvchini ayblash vositasiga aylangan? Ana shu savol meni yillar davomida tinch qo'ymadi va asta-sekin yana shu joyda shifokor analizni sog'lom odamlarni aniqlash uchun olmaydi. Kasal odamlarni aniqlash va o'sha kasallikka davo topish uchun oladi. O'qituvchi ham imtihonni shu uchun olish kerak. Davlat imtihonni shu uchun olish kerak. Kuchlilarni ajratib olish uchun emas, muammo nimadaligini aniqlash. Ana shu savol meni yillar davomida tinch qo'ymadi va asta-sekin men men uchun testolog platformani g'oyasi ham o'zgardi. Men platforma qurayotganim yo'q edi. Men bitta savolga javob izlayotgandim. Qanday qilib baholashni hukmdan diagnostikaga aylantirish mumkin?
Lekin shu yerda yana bitta katta muammo paydo bo'ladi. Tasavvur qiling, ertaga har bir o'quvchining bilimini mukammal o'lchaydigan tizim yaratdik. Sun'iy intellekt har bitta xatosini topib beryapti. Har bir zaif joyini ko'rsatyapti. Xo'sh, shu bilan ta'lim muammosi hal bo'ladimi? Menimcha yo'q. Chunki o'lchashni o'zi hali o'rgatish degani emas. Va aynan shu yerda sun'iy intellekt sahnaga chiqadi. Agar sun'iy intellekt hammasini bilsa, oxirgi 2 yil ichida ta'lim tarixida juda g'alati voqea sodir bo'ldi. Balki Gutenberg bosmaxonasidan keyin eng katta burilish shu bo'lgan bo'lsa kerak, bu sun'iy intellekt paydo bo'lishi. Bugun men undan insho yozdirishim mumkin, kod yozdirishim mumkin, matn tarjima qilishim, hatto bir necha soniyada butun bir kitobning mazmunini tushunib olishim mumkin. Shunda yana o'sha eski savol qaytadi. Agar sun'iy intellekt mendan ko'proq narsa bilsa, unda men nima uchun o'rganishim kerak? Bu savolni ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Ular darrov demak, endi maktab kerak emas deyshadi. Men esa aksincha deb o'ylayman. Sun'iy intellekt ta'limni keraksiz qilgani yo'q. U ta'limni asl maqsadini ochib tashladi. Bir narsani o'ylab ko'ring. Bir vaqtlar odamlar sonlarni yoddan hisoblagan. Keyin kalkulyator chiqdi, lekin matematika yo'qolmadi. Nega? Chunki matematikani maqsadi kalkulyatordan tezroq hisoblash emas. Xuddi shunday sun'iy intellekt ham bizdan tezroq javob topishi mumkin. Lekin javobni qaysi savol uchun izlash kerakligini hali ham inson hal qiladi. Shu yerda men uchun bitta muhim farq tushunib olishim kerak. Bilimga ega bo'lish boshqa narsa. Bilimdan foydalanish butunlay boshqa narsa. AI sizga 1000 ta javob beradi, lekin qaysi biri to'g'ri, qaysi biri ishonchli, qaysi biri axloqan to'g'ri, qaysi biri aynan sizning vaziyatingizga mos keladi, bu savolga sun'iy intellekt emas, siz javob berasiz. Demak, kelajakda eng muhim ko'nikma javoblarni eslab qolish emas, to'g'ri savollarni bera olish. Har bitta davr o'ziga kerak bo'lgan ta'limni yaratgan. Qadimgi Spartaga kuchli askarlar kerak edi. Shuning uchun ular ta'limi ham askar tayyorladi. Afinaga fikrlaydigan va bahslashadigan fuqarolar kerak edi. Shuning uchun ular savol berish bilan qadrlandi. O'rta asrlarda diniy bilim jamiyatni markazida edi. Ta'lim ham shunga mos bo'lgan. Keyin sanoat inqilobi boshladi. Jamiyatning ehtiyoji yana o'zgardi. Mana shu yer meni to'xtatib qo'ydi. Ehtimol hech bir ta'lim tizimi yomon bo'lmagandir. Ular faqat o'z davrini muammolariga javob bergandir. Shunda yana boshqa savol paydo bo'ladi. Agar har bir davr o'ziga mos ta'limni yaratgan bo'lsa, unda bizni davrimiz uchun qanday bizni davrimiz qanaqa inson talab qilyapti? Bir asr oldin katta tashkilotlar uchun intizomli, bir xil tayyorlangan mutaxassislar muhim edi. Shuning uchun maktablarda umumiy dasturlar, qat'iy jadval, standart baholash, ommaviy ta'lim modeli shakllandi. Bu o'sha davr uchun mantiqsiz emasdi. Aksincha, millionlab odamlarni savodli qilishda eng samarali yo'llardan biri bo'lgan. Lekin bugun jamiyat boshqacha, kasblar boshqacha, texnologiya boshqacha, muammolar boshqacha, sun'iy intellekt paydo bo'ldi. Bilimga kirish deyarli bepul bo'ldi. Unda savol tug'iladi. Agar dunyo o'zgargan bo'lsa, ta'lim ham o'zgarishi kerakmi? Yoki biz hali ham kechagi dunyo uchun yaratilgan tizimni saqlab qolyapmizmi? Mana shu savoldan keyin men sun'iy intellektga boshqacha qaray boshladim. U ta'limni dushmani emas. U biz uzoq vaqt e'tibor bermagan savollarni ko'rsatib beradigan oyna ekan. Shu payt men orqaga qaradim. Suqrot ham savol bergan, Aristotel ham savol bergan, Farabiy ham savol bergan. Bugun biz AIga savol beryapmiz. Texnologiya o'zgardi, lekin ta'limning yuragi o'zgarmadi. Hali ham savol berish ta'limning yuragi bo'lib qolmoqda. Va menimcha, kelajak maktablari ham shu yerda yutadi yoki yutqizadi. Ular bolalarga javob berishni o'rgatadimi yoki savol berishni o'rgatadimi? Ana shu savoldan keyin men nihoyat boshidagi savolga qaytdim. Ta'lim o'zi nima? Ko'p oylar davomida kitob o'qidim. Maqolalar, mutafakkirlar, psixologiya, sun'iy intellekt va oxiri o'zim uchun bitta ta'rifni yozdim. Lekin uni yozishdan oldin bitta narsani tushunib olishimiz kerak. Ta'lim nimaga xizmat qiladi? Men uchun ta'lim nima? Shu sayohatdan keyin o'zimga boshidagi savolni yana beryapman. Ta'lim o'zi nima? Va shuni tushundim. Ularda hech biri yolg'on gapirmagan. Hech biri butun haqiqatni ham aytmagan. Har biri ta'limni bitta tomonini ko'rgan. Shunda men ta'limga boshqa tomondan qaradim. Ta'limni natija bilan emas, jarayoni bilan tushunishga harakat qildim. Xo'p,
Ta'limga eng yaqin ta'rif men uchun bugun hozircha ta'limga eng yaxshi ta'rif aytaman yana bu hozircha. Ta'lim insonni borliqni tushunish va unga ongli ta'sir qilish qobiliyatini rivojlantirish jarayoni. Men aynan borliq degan so'zini tanladim. Chunki ta'lim faqat fizika emas, tarix emas, matematika emas. Inson o'zini ham tushunishi kerak. Boshqa insonlarni ham, jamiyatni ham tushunish kerak. Tabiatni ham, texnologiyani ham. Lekin tushunishni o'zi yetmaydi. Agar men dunyoni tushunsam, unga hech qanday ta'sir qila olmasam, bu bilimning qiymati nima? Shuning uchun ta'limning ikkinchi qismi ongli ta'sir qilish. Muammoni ko'rsang, uni hal qila olish. Noto'g'rini ko'rsang, savol bera olish. Yangi narsani o'ylasang, uni yarata olish. Va eng muhimi bu ta'sir ongli bo'lishi kerak. Chunki tarixni o'zgartirgan odamlar ko'p, lekin hammasi ham uni yaxshi tomonga o'zgartirmagan. Shuning uchun men uchun ta'lim nafaqat bilim, nafaqat tushunish, nafaqat ko'nikma. Ta'lim insonni dunyo bilan bo'lgan munosabatini o'zgartirish jarayoni. Agar ta'limdan keyin siz o'sha eski odam bo'lib qolsangiz, balki siz ko'p ma'lumot olgandirsiz, lekin hali ham ta'lim olmagan bo'lib qolasiz. Va shu yerda men videoni boshidagi savolga javob topdim. Biz nima uchun o'rganamiz? Diplom uchun emas, imtihon uchun emas, kasb uchun emas. Biz dunyoni chuqurroq tushunish uchun o'rganamiz. Va tushungan dunyomizni ongli ravishda yaxshiroq tomonga o'zgartirish uchun o'rganamiz. Lekin bu javobda o'zi ham yakun emas, chunki ta'lim hech qachon tugamaydi. U faqat keyingi savolni tug'diradi. Va shu yerda biz dunyoni chuqurroq tushunish uchun o'rganishimiz kerak deb xulosa qilyapman va tushungan dunyomizni ongli ravishda yaxshiroq tomonga o'zgartirish uchun ta'lim olishimiz, ta'lim berishimiz kerak bo'lsa, aynan shu maqsad yo'lida o'lchaydigan bo'lsak, bugun qilayotgan ishlarimiz aksariyati xato bo'ladi. Ayniqsa bugungi kundagi men juda ham ko'p bola o'qitganman, men juda ham ko'p natija qilganman, men ko'p yillardan beri o'qitib kelaman deb maqtanishlik eng absurd tushuncha bo'ladi agar ta'limni shu nuqtai nazardan o'lchasak. Nimaga bugun hozirgi o'sha odamlar o'qitgan kadrlar, ya'ni siz yillar davomida shu 20 yildan beri o'qitgan insonlar dunyoni chuqurroq tushunyaptimi? Qarang, jamiyatga hamma dunyoni chuqur tushunadimi? O'sha odamlar chiqargan kadrlar, u bo'lishi mumkin doktor, bu bo'lishi mumkin o'qituvchi. Qarang qanchasi dunyoni chuqur tushunadi. Va ikkinchisi, ularga ongli ravishda dunyoni yaxshiroq tomonga ular o'zgartira olyaptimi? Siz o'sha yillar davomida chiqargan ko'plab kadrlar yaxshiroq qila olyaptimi? Doktorlar to'g'ri tashxislar qo'yib, tibbiyotda, ta'limni o'qituvchilar to'g'ri tomonga o'zgartira olyaptimi? Iqtisodchilar odamlarni daromadlarini o'stira olyaptimi? Zo'r qila olyaptimi? Shu tomoniga qaraylik. Demak, dunyoni chuqur tushungan insonlar bilan va uni ongli ravishda yaxshiroq tomonga o'zgartirayotgan insonlar bilan o'lchash kerak ta'limning natijasini. Xo'p, demak, biz nima uchun o'rganamiz? Diplom uchun emas, imtihon uchun emas, kasb uchun emas, yaxshi ishga kirib olib oilamizni yaxshi boqish uchun emas. Biz nima uchun o'rganamiz? Biz dunyoni chuqurroq tushunish uchun o'rganamiz va tushungan dunyomizni ongli ravishda yaxshiroq tomonga o'zgartirish uchun o'rganamiz. Lekin bu javobda o'zi yakun emas, chunki ta'lim hech qachon tugamaydi. U faqat keyingi savolni paydo qiladi. Video boshida sizdan bir narsa so'ragandim. Oxirgi marta qachon biror narsani shunchaki tushunish uchun o'rgandingiz? Endi o'sha savolni yana bermoqchiman, lekin bu safar unga javob berishga shoshilmang. Bugun biz 2,5 yillik sayohat qildik. Suqrot bilan suhbatlashdik, Aristotel bilan, Farabiy, Ibn Sino, ilm amaliyotga bog'lansin dedi. Miyaning qanday ishlashini ko'rdik, sun'iy intellekt haqida gaplashdik, lekin menimcha bu videodagi eng muhim narsa ularda hech biri emas. Eng muhim narsa sizni ichingizda tug'ilgan yangi savol. Chunki ta'lim
javoblar sonini ko'payishi emas, yaxshi savollar sonini ko'payishi. Men bu videoni yozayotganimda bir narsani tushundim. Men ta'limni yakuniy ta'rifini topdim deb ayta olmayman. Balki umrimning qolgan qismini shu savol bilan yasharman. Va rostini aytsam, bu menga yoqadi. Chunki bir kun men endi hammasini tushundim degan odam o'rganishni to'xtatadi. Lekin menga hamma savolga javob bor deydigan odam to'xtaydi o'rganishdan. Lekin men hali tushunishga harakat qilyapman degan odam o'sishda davom etadi. Uning miyasi doim yangi haqiqatlar uchun ochiq bo'ladi. Shuning uchun agar bu videodan keyin sizning fikringiz o'zgarmagan bo'lsa, demak men muvaffaqiyatsiz video oldim. Lekin agar bugun siz uyga ketayotib, yo ishga ketayotib, yo farzandingizga qarab, yo o'zingizga qarab bir lahzaga bo'lsa ham ta'lim o'zi nima deb o'ylab qolsangiz, unda bu video o'zini vazifasini bajargan. Chunki men uchun ta'limda eng katta natijasi yana bitta javob topish emas. Yana bitta o'ylaydigan insonni yaratish. Takrorlayman. Ta'lim men uchun ta'limda eng katta natijasi yana bitta javob topish emas. Yana bitta o'ylaydigan insonni paydo bo'lishi. Rahmat.